Kiyevdagi maxfiy kotej siri. Zelenskiy xotini bilan ajrashyapti. Manba. Tramp vitse-prezidentga maktub qoldirdi. Unda prezident o'ldirilgan taqdirda nimalar qilinishi kerakligi yozilgan. 2026-yil hal qiluvchi yil bo'lishi mumkin. Kiyev urush taqdiriga oid muhim signal berdi. Eron endi arab davlatlarini yakson qilishi mumkin. Tehron buning sababini ham aytdi. Pekin AQShni ogohlantirdi. Tayvanga qurol yetkazish oqibati qanday bo'lishini aytdi. Siyosiy inqiroz. Yermak folbinlar orqali raqiblarini issiq-sovuq qilgan video. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kiyevdagi maxfiy kotej siri. Zelenskiy xotini bilan ajrashyapti. Manba. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rafiqasi Yelena bilan ajrashishga tayyorgarlik ko'rgan va unga Kiyev yaqinidagi Dinastiya hashamatli turar joy majmuasidagi kotejlardan birini qoldirishni rejalashtirgan. Bu haqda RIA Novosti Rossiya kuch tuzilmalariga tayanib yozmoqda. Avvalroq Zelenskiy idorasining sobiq rahbari Yermak Kiyev yaqinida hashamatli uy-joylar qurishda pullarni legallashtirishda ayblangan edi. Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi energetika sohasidagi korrupsiya ishi ayblanuvchisi Timur Mendich ishi bo'yicha audio yozuvlarning yangi qismini e'lon qildi. U Kiyev yaqinidagi Kazin shahrida Dinastiya nomi ostida elita qarorgohlarni qurishda jinoiy yo'l bilan olingan pullarni yuvish bilan bog'liq yozuvlarda Yermak ham bor. Milliy korrupsiyaga qarshi byuro ma'lumotlariga ko'ra, Dinastiya loyihasi ishtirokchilari 460 million grivinadan ortiq mablag'ni legallashtirgan. Tramp vitse-prezidentga maktub qoldirdi. Unda prezident o'ldirilgan taqdirda nimalar qilinishi kerakligi yozilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp kutilmagan holat yuz berib, unga suiqasd qilingan taqdirda vitse-prezident JD Vance'ga qanday yo'l tutish bo'yicha aniq ko'rsatmalar yozib qoldirdi. Tramp ma'muriyatining antiterror strategiyasini boshqargan Gorkaning so'zlariga ko'ra, prezidentning ish stoli tortmasida vitse-prezident nomiga yozilgan xat mavjud. Ishoning, bizda maxsus protokollar bor. Men ularni ochiqlay olmayman, lekin hamma narsa tayyor, dedi u. Tramp yanvar oyida bergan intervyusida agar Eron unga suiqasd qilsa, ushbu mamlakatni yo'q qilib tashlash haqida buyruq qoldirganini aytgan edi. Agar menga biror narsa bo'lsa, butun bir mamlakat yo'q qilib yuboriladi, degan edi prezident. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilgi saylov kampaniyasi davrida Trampga suiqasd rejalashtirilgan eronlik mulozim 2026-yil mart oyida Epik g'azab operatsiyasi davomida o'ldirilgan. Donald Tramp hozirda Xitoy prezidenti bilan uchrashuv doirasida 2 kunlik safar bilan Osiyo davlatida bo'lib turibdi. Tomonlar savdo aloqalari, sun'iy intellekt va yadro quroli masalalarini muhokama qiladi. Shuningdek, ba'zi maslahatchilar ushbu uchrashuvdan Hormuz bo'g'ozini ochish va Eron urushini to'xtatishda Xitoy yordamini olish uchun foydalanishni taklif qilmoqda. Antiterror xizmati rahbarining fikricha, Xitoy Trampni yo'q qilish uchun yetarli sabablarga ega. Faqatgina Tramp ularning dunyo ustidan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymay turibdi. Shuning uchun ularda prezidentni yo'q qilish uchun har qanday sabab bor. 2026-yil hal qiluvchi yil bo'lishi mumkin. Kiyev urush taqdiriga oid muhim signal berdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga urushning bir kuni mamlakat iqtisodiyoti uchun taxminan 450 million dollarga tushayotganini aytdi. U bu haqda Polsha xalqaro ishlar instituti tomonidan tashkil etilgan strategik AR konferensiyasidagi nutqida ma'lum qildi. Vazir o'z nutqida Ukraina Rossiya hujumini to'xtatish va urushni yakunlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solayotganini ta'kidladi. Biz hal qiluvchi nuqtada burilish pallasida turibmiz. Vaqt bizning foydamizga ishlay boshlaydigan lahzaga juda yaqinmiz, dedi Tiv rahbari. Sibiganing so'zlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti zaiflashgan bo'lsa-da, hali kritik inqiroz bosqichiga yetib kelgani yo'q. Ha, ular jang maydonida yo'qotishlarga uchradi, lekin u yerda yana boshqa nimalardir sodir bo'lmoqda. Yaqinda biz ularning ijtimoiy tarmoqlarida ma'lum cheklovlarni payqadik. Aholi tomonidan Putinni qo'llab-quvvatlash darajasiga oid ba'zi faktlarni ko'ryapmiz. Bu ko'rsatkich kamaymoqda. Biz u yerda sodir bo'layotgan voqealar bo'yicha razvedka ma'lumotlari, hamkorlarimizning baholariga ham egamiz. Shu sabab
sababli bosimimizni kuchaytirish uchun impuls mavjud, dedi Sibiga. Vazir shuningdek, joriy vaziyat tinchlikka erishish yo'lidagi muhim burilish nuqtasi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu yil 2026-yil tinchlikka erishish uchun hal qiluvchi yil bo'lishi mumkin. Yana bir bor ta'kidlayman, Ukraina uchun urushning bir kuni taxminan 450 million dollarga tushadi, degan Tiv rahbari. Sibiga insoniy yo'qotishlar Ukraina uchun eng og'riqli nuqta ekanini, Ukraina askarlari hozirda o'z qoni evaziga nafaqat o'z mamlakati, balki Yevropa tarixini ham yozayotganini qayd etdi. Biz bu urushni tugatmoqchimiz va buning yagona yo'li Rossiyaga turli vositalar bilan bosim o'tkazishni kuchaytirish, dedi Sibiga. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Tehron yashirin aloqalarni fosh qilish bilan tahdid qildi. Arab davlatlari xavotirda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi yana Fors ko'rfazi davlatlariga keskin signal yubordi. U Isroil bilan yashirin hamkorlik qilayotgan davlatlar javobgarlikka tortilishini aytib, mintaqadagi vaziyat yanada xavfli bosqichga kirayotganini bildirdi. Bu bayonot Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning Birlashgan Arab Amirliklariga yashirin tashrifi haqidagi xabarlardan keyin yangradi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Netanyahu idorasi mart oyida u Birlashgan Arab Amirliklariga maxfiy tarzda borgani va u yerda Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid bilan uchrashgani haqida bayonot tarqatgan. Isroil tomoni bu uchrashuvni tarixiy diplomatik yutuq deb atadi. Ayrim manbalarga ko'ra, uchrashuv Ummon chegarasiga yaqin hududda bo'lib o'tgan va Eron bilan urush fonida xavfsizlik hamkorligi muhokama qilingan. Shundan so'ng Abbos Aroqchi juda keskin bayonot berdi. U Eron razvedkasi Isroil va ayrim arab davlatlari o'rtasidagi yashirin aloqalardan anchadan beri xabardor ekanini aytdi. Aroqchi o'z murojaatida Eron xalqiga qarshi Isroil bilan til biriktirish kechiktirib bo'lmaydigan xato. Mintaqada bo'linish yaratishga yordam berganlar javob beradi, dedi. Tahlilchilarga ko'ra, Eron ayniqsa Fors ko'rfazi davlatlarining Isroil bilan yaqinlashuvidan xavotirda. 2020-yildagi Abraham kelishuvlaridan keyin Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil o'rtasida harbiy, iqtisodiy va razvedka aloqalari sezilarli darajada kuchaygan edi. Endi esa Tehron bu hamkorlikni o'z xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid sifatida ko'rmoqda. Pekin AQShni ogohlantirdi. Tayvanga qurol yetkazish oqibati qanday bo'lishini aytdi. Tayvan mustaqilligi va mintaqaviy tinchlik bir-biriga mos kelmaydi. Bu haqda bugun 14-may kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Pekinda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida aytib o'tdi. Si Szinpin Tayvan atrofidagi vaziyat haqida gapirar ekan, Tayvan suvereniteti ostida barqaror tinchlik o'rnatishning imkoni yo'qligini aytdi. U hudud masalasi Xitoy AQSh munosabatlaridagi eng asosiy va nozik mavzulardan biri bo'lib qolayotganini qayd etdi. Pekin rasmiylari Tayvanni Xitoy Xalq Respublikasining ajralmas qismi deb bilish yana bir bor eslatib, yagona Xitoy tamoyilga rioya qilish boshqa davlatlar uchun muhim shart ekanini bildirgan. Xitoy tomoni AQShning TBga qurol sotishini ikki davlat o'rtasidagi eng murakkab masalalardan biri sifatida ko'rishini ta'kidladi. Uchrashuv Pekindagi xalq yig'inlari zalida bo'lib o'tgan va 2 soatdan ortiq davom etgan. Tomonlar savdo, xavfsizlik va global raqobat masalalarini muhokama qilgan. Si Szinpin Xitoy va AQSh o'rtasida umumiy manfaatlar ularning kelishmovchiliklaridan ustun ekanini, hamkorlikni kengaytirish esa ikki davlat uchun ham muhim ekanini ta'kidlagan. U savdo urushlari hech bir tomonga foyda bermasligini aytib, Fuki tuzog'idan ehtiyot bo'lishga chaqirgan. AQSh prezidenti Tramp esa Washington Xitoy bilan o'zaro tenglik asosida hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirgan. U muzokaralarga bir nechta yirik amerikalik tadbirkorlar ham qo'shilganini aytgan. Shuningdek, Oq uy rahbari Xitoyga so'nggi 9 yil ichidagi ilk tashrifini amalga oshirayotgani ham qayd etilgan. Siyosiy inqiroz. Yermak folbinlar orqali raqiblarini issiq sovuq qilgan. Zelenskiy idorasining sobiq rahbari Yermak 2025-yil oxirida Folbinga o'zining siyosiy raqiblari, jumladan korrupsiyaga qarshi kurash idoralari rahbarlarining ismlarini yuborgan va hammasiga tayyor ekanini qo'shimcha qilgan. Yozishmalardan parchalarni 13-may kuni bo'lib o'tgan sudda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ixtisoslashtirilgan prokuratura prokurori o'qib eshittirdi. Yermak telefonida Veronika Fenshuy nomi bilan yozilgan va okkultizm sohasida xizmat ko'rsatgan Veronika
Mirko Anikeyevichga korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ixtisoslashtirilgan prokuratura rahbari Aleksandr Klimenko va Ukraina Milliy korrupsiyaga qarshi byurosi rahbari Semyon Krivonsning ismlarini yozgan. Bunga javoban Veronika Fenshuy Yermak harakat qilishi kerakligini yozdi va qo'shimcha qildi: "Yo siz ularni yoki ular sizni." Bunga javoban Yermak yana bir qator ismlarni Ukrainskaya Pravda gazetasi jurnalistlari Mikhail Tkach va Sevgil Musayev va Ukrainskaya Pravda gazetasining o'zi, uning egalaridan biri Tomash Fialu, Oliy Rada deputatlari Yaroslav Железняк, Aleksandr Goncharenko va David Araxamya ismlarini yozib yuborgan. Yermak: "Men hamma narsaga tayyorman, ertaga." Veronika Fenshuy esa unga javob tariqasida mamlakatdan chiqib ketishni maslahat bergan. Yanvar oyida Zelenskiyning sobiq matbuot kotibi Yuliya Mendal Yermak sehrli marosimlar bilan shug'ullangani va Ukrainaga xorijdan sehrgarlarni olib kelganini aytgan bo'lib chiqdi. Sizlarga kezmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.